Byudjetni kattash so'ragan obunachilarimiz uchun ajoyib taklifimiz bor. Biri 3 sotuv yer maydoniga qurib bitkazilgan shu kottejimiz sotuvda. Joylashuviga aniqlik kiritadigan bo'lsak, Bodomzorga yaqin joyda joylashgan. Kirishimiz bilan shunaqa bitta mashinaga joy qoldirilgan. Uyimiz 3 qavat, jami 6 ta xonadan iborat. Undan tashqari podvalimizda ham xonalar bor. Hozir sizlarga uyimizning ichki qismini ko'rsatib o'taman. Kirishimiz bilan shunaqa meshkomnatli koridor kutib oladi. Chap qo'limizda mehmonxonamiz joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. To'g'rida uyimizning oshxonasi. Va yonginasida ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Uyimizning narxini sirazu aytib o'taman. Uyimizga 145 ming so'ralyapti. Qiziqqanlar bo'lsa, pastda raqamlar qoldiraman. Aloqaga chiqib to'liq ma'lumot olishingiz mumkin.